Yaqinda ijtimoiy tarmoqlarda Jaloliddin Manguberdining qabri topildi degan shov-shuvli xabarni o'qidik. Navoiy viloyatining Xatirchi tumanida joylashgan bu qabrtoshdagi yozuvlar Fanlar akademiyasining mutaxassislari tomonidan o'qilib, bu qabr Jaloliddin Manguberdiga tegishli emasligi isbotlansa-da, ammo baribir qishloq aholisi bu hududga e'tiborni qaratish maqsadida bir necha bor bu yolg'on ma'lumotlarni ulashaveradilar. Biz turk olimlarini ham bu masalaga jalb etib, qabrtosh joylashgan Namdanak qishlog'iga olib bordik. Jaloliddin Manguberdi dafn etilganligi xususundagi da'vo qilinayotgan yana bitta hudud bor. Bu hudud mana shu Navoiy viloyati Xatirchi tumanidagi Navandak qishlog'idagi Shahriy Barbar qabristonida, ya'ni mozorligidagi mana shu Ko'ktosh ota deb nom bilan mahalliy aholi tomonidan ataladigan o'sha qabrtoshga yetib keldik. Bu yerda yozilishicha, o'lkashunoslarning fikricha, bu yerda Jaloliddin Dushoh deb nomlangan, ya'ni 15-asrga taalluqli ekanligi yozilgan. Bilasizki, mana Mo'g'ullarda shunday odat bo'lgan edi. Ya'ni Jaloliddin umuman Xorazm shaharlarida bo'lsin yoki G'aznaviylarda bo'lsin, ya'ni Mo'g'ullarda odatiga ko'ra bosib olingan hududlarda o'lkalarning hukmdorlari, sultonlari, shohlarini, hattoki o'liklarini, hatto jasadlarini qabrdan olib turib yoqish odati bo'lgan, rusum bo'lgan. Hattoki Jaloliddin Manguberdining otasi Aloddin Muhammadni ham xuddi shunday taqdiri nima bo'lgan. Ya'ni o'lgandan keyin uni jasadi olib turib Qoraqurumga jo'natilib, u yoqda yoqib yuborilgan. Jaloliddin Manguberdining qabri masalasida Turkiyada ham bahsli tortishuvlar ko'p ekan. Albatta, jasoratning timsoli bo'lgan buyuk bobomizning qabri topilsa, u yer gullab yashnashiga shubha yo'q. Turizmning rivoji esa muvaffaqiyat qozonib, har qanday o'lkaning iqtisodiy rivojlanishini ta'minlaydi. Ammo fan aniqlikni va haqiqatni yaxshi ko'radi. Turk olimlari Navdanak qabrtoshini o'qir ekanlar, quyidagilarni bizga aytishdi. Qabrtoshning yon taraflarida Sa'diy Sherozining go'zal she'ri yozilgan bo'lib, bu qabrtoshning bosh tarafida buyuk sultonlar suyanchi Amir Jaloliddin ibn Malik al-Ma'ruf Shoh Tanho hijriy 850-yilda vafot etdi deb yozilgan. Bu qabrtoshdagi yozuvlar Amir Temur davridan 100 yil o'tib yozilganligi aniqlandi.